9. bab bid'at ahlidan yiroq turish va munosabatni uzish. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Shayx Salim al-Hilali hafizahullohning bid'at va uning ummatga solgan ziyonlari risolasidan 9. bab bid'at ahlidan yiroq turish va munosabatni uzish temasini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Bid'at ahlidan yiroq turish va munosabatni uzish. İmam Bag'aviy rahimahulloh shunday degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ummatning ixtilofga tushadiganligidan, ularning orasida havoyi havas va bid'atlarning paydo bo'ladiganligidan xabar bergan. Shundaqla o'zining va sahobalarining sunnatiga ergashuvchilarning qutuladiganligini aytgan. Musulmonlarning qilishga tegishligi shuki, ular bid'atlarni e'tiqod sifatida qabul qilgan yoki har qanday bir sunnatga loyiqida e'tibor bermagan kishini ko'rganda, uning bilan bo'lgan munosabatni uzishi, uningdan yiroq turishi, mayli u o'lik yoki tirik bo'lishidan qat'iy nazar uni tark etish kerak. U bid'atni tark etib haqqa qaytganga qadar uning bilan ko'rishganda salom qilmasligi, salom qilsa-mu salomini qabul qilmaslik kerak. Munosabatni 3 kundan ortiq uzish to'g'risidagi cheklama o'z orasidagi do'stlik va munosabatda qusur ko'rilgan ikki kishiga aloqador bo'lib, islomning bandalar ustidagi haqqi bilan munosabatsizdir. Bid'at ahli bilan bo'lgan munosabat toki ular tavba qilganga qadar uziladi. Sharh-us Sunna 224. Andan İmam Bag'aviy rahimahulloh jihadga chiqmay aqida qolganlar to'g'risida hadisga qiyoslab shunday degan. Sahoba kiram, tabiin, tabi'i tabiin va sunnat olimlari bid'at ahliga dushmanlik qilish va ular bilan munosabatni uzish jihatda ijmoga kelgan. Sharh-us Sunna 227. İmam Şavkani Allah subhanahu wa ta'alaning bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'na va masxara qilib parang silishayotgan kishilarni ko'rganingda, ular buningdan boshqa parangga tushmagicha ular bilan billa o'ltirmag'in. Ular bilan billa o'ltirmaslikni shayton sana untildirgan bo'lsa, esingga kelgandan keyin zolim qavm bilan billa o'ltirmag'in degan oyatini tafsirlab shunday degan. Sura An'am 68-oyat. Bu oyatda Allohning kalomini burmalagan, Allohning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatini masxir qilgan, shundaqla bu tutumi ozg'un havoyi havaslardan va chirkin bid'atlardan manbalangan bid'atchilar bilan o'ltirib qopishqa bo'ladi deb qaraydigan kishilar uchun vazni to'limi ig'ir ogohlantirish bordir. Ularning qilmishlarini rad qila olmasa va ular o'z qilmishlarini o'zgartmasa, hech bo'lmaganda ular bilan o'ltirib qopmaslik, ham suhbat bo'lmaslik kerak. Bunday qilish to'limi oson. Kishi bid'atchilar bilan ham suhbat bo'lsa, bu muqarrar holda oddiy xalqni qaymoqtirib gumonga tushirdi. Ham bid'atchilar bilan bo'lgan mushxil ham suhbatlik sabablik avom shu majlislarga ishtirok qilganlarni ko'rib, u yerda yaxshi ishlarmi bo'lish kerak deb o'ylab qoladi. Bid'atchilar bilan bo'lgan la'nat qilingan bu xil suhbatdoshlikqa sonsiz qitim shohid bo'ldik. Haqni ustun qilib, botilni yer bilan yakson qilish uchun bu qilmishlarni kuchimizning yetganicha to'sdik. Bu pok shariatni haqiqiy ravishda tonigan kishi
azg'un bid'at ahli bilan bir yerda o'ltirishning Qur'on va sunnat ilmini yaxshi bilmagan bir isyonkor bilan ham suhbat bo'lishga qaraganda hassilab ziyonga yo'l ochadiganligini bildi. Fathul Qadr 122. Ba'zi muhaddislar va faqihlar bu xususda xilma-xil bayonlarni ta'sis qilgan. Shulardan ba'zilari tuvandikcha. Sunan Abu Davud 198da 4da bid'at ahlidan yiroq turish va ularga g'azablanish bobi. İmam Munziri At-Targhib va Tarhib 14:3 nachar kishilarni va bid'at ahlini yaxshi ko'rishdan ogohlantirish, ya'ni tarhib. Chunki kishining yaxshi ko'rganlari bilan billa bo'ladiganligi bobi. İmam Navavi Al-Azkar 323-betda bid'at va ma'siyat ahlidan yiroq turish bobi. Ba'zi olimlar bu xususni aqida boblarida bayon qilgan. Masalan, İmam Bayhaqi Al-I'tiqod 236-bet. Bid'at ahli bilan so'rindosh bo'lishning cheklanganligi bobi. Ba'zi olimlar bid'atchilardan ilm elishdan cheklab, bu xususni ilm elishga aloqador boblarda bayon qilgan. Bakr Abu Zayd Hilyatul Talibil Ilm 28-bet. Shu vajidan Qozi Abu Ya'la rahimahulloh shunday degan: Sahaba va tabiin bid'atchilar bilan munosabatni uzish jihatda ijmoga kelgan. Hajrul Mubtadi 32-bet. Fudayl ibn Iyaz shunday degan: Bid'at ahli bilan o'ltirib qo'ygan kishidan hazar qilinglar. Bid'at ahli bilan o'ltirib qo'yqichiga hikmat berilmaydi. Bid'at ahli bilan aramda bizni ayirib turadigan bir temir qal'a bo'lishi men uchun so'yimli ishdir. Al-Hilya 138. Yahya ibn Abu Kathir shunday degan: Bir yo'lda bid'at ahlini uchirtib qolsang, boshqa yo'l bilan mang'in. Ajurri Shariat 64-bet. Sunnatga yepishgan va salafning yo'lida mang'an ba'zi kishilar bu jihatda bid'atchilarning hidoyatiga sabab bo'lish nomida ham sunnat ahli bilan ham bid'at ahli bilan o'ltirib qo'pmoqda. Lekin bundaq yo'l tutish salaf imomlarining yo'liga zid bo'lgan bid'at qilmishdir. İmam Avzaiga biraylarning men ham sunnat ahli bilan ham bid'at ahli bilan o'ltirib qo'paman deganligi aytilganda, İmam Avzai u haq bilan botilni tanglashtirishga uringan kishidir degan. Al-Ibana 456-bir. Ibn Battah bu vaqtda shunday degan: Avzai to'g'ri aytdi. Men deymanki, hem sünnet ahli bilan hem bid'at ahli bilan o'ltirib qo'padiganligini aytgan bu odam haqni botildan, kufrni iymondan ayriy olmagan biridir. Bundaq kishilar to'g'risida oyat nozil bo'lgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi bayon qilingan. Allah subhanahu va taolo shunday degan. Tarjima ma'nosi: Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iymon etdik deyishdi. Shayotinlar bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan birlamiz deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Munofiq ikki to'pning orasida qolgan, ba'zida bu to'pqa, ba'zida u to'pga kiradigan qo'yga o'xshaydi. Muslim 2784-hadis. Andın İbn Battah rahimahulloh sözünü davomlashtirib shunday deydi: Bundaqlar kunimizda to'limi ko'p. Allah subhanahu va taala ularning sonini ko'paytmagay.
sizlarni bizni munofiqlarning sharridan, azg'unlarning to'zaqlaridan saqlag'ay. Sizlarni bizni dinni o'yinchi qilib olganlardan, shaytonning mikrlariga oldinib, orqaga yenib olgan azg'un kishilardan qilmag'ay. Al-Ibana. Ey ahli sunnat birodarim, shuni bilishingiz kerakki, bid'atchilar tuzgan va yozgan asarlarning hukmi bid'atchininkiga o'xshash bo'lib, ulardan yiroq turish kerak. İbn Qudama rahimahulloh shunday degan: Salaf bid'at ahli bilan o'ltirib qopishni, ularning asarlarini o'qishni va so'zini anglashni cheklaydi. İbn Muflih Al-Adabush Shari'a 236'da bir. Şu sebepten bid'atçi ve azg'un kishilarning kitoblarini elib setish haramdır. İbn Huvayz Mandat shunday deydi. Malik shunday degan: bid'at ahli ve munajjimlarning kitoblarini ijara elish joiz emas. Emrahlarimizga göre bid'at ahlining kitoblari Mu'tazila ve başka firqadagilardagi kalamchilarning kitoblaridandir. Bu kitoblar to'g'risidagi ijara to'xtami bekor bo'lib ketdi. İlim ve onun faziletleri babının jug'lanmasi 117-2. Yani şunu bilishingiz kerakki, bid'at ahli ve ularning kitoblariga yaqin turish juzam ve oq kasalga o'xshashdir. Bundaqlardan shirdan qochgandek qeching. Shu vajidan İmam Abu Osman As-Sabuni bid'at ahliga bo'lgan g'azabini va ulardan yiroq turadiganligini bayon qilgandan keyin shunday degan: muhaddislar bid'atchilarning quloqlarga va qalblarga ziyon soladigan shundaqlar kishini bir talay nachar vasvasa ve xiyallarga soladigan batil so'zlarini anglashdan saqlanish kerak deb qaraydi. Aqidatus salaf ashabil hadis 100-bet. Salaf olimlarining bu so'zlarini qabul qilmaganlar o'zlarining nachar oqibatga duchor bo'lishidan qo'rqish kerak. İmam Zahabining İbn Rivandi degan zindiq kafirning tarjima holida yozganlari haqida o'ylaning. O shunday deydi: İbn Rivandi Rafizi ve dinsizlardan neri ketmaydi. Bu vaqtda tanbih anglasa, ularning ko'z qarashlarini bilib baqay dedim deb turib oladi. Sira A'lam Nubula 59-14. Ahirda qandaq bo'ldi? U o'zimi zindiq va dinsiz bo'ldi. Din va dindorlarga qarshi gap qilishga boshladi. İmam Zahabi İbn Uqaylining tarjima holida uning Hanbali amrohlarimiz meni bir turkum olimlar bilan bo'lgan munosabatni uzishga undaydi. Bu bo'lsa meni foydali ilmlardan mahrum qiladi deganligini naql qilgandan keyin shunday degan: Hanbalilar uning Mu'tazilalar bilan o'ltirib qopishini to'satdi. U bo'lsa buningga unumaydi. Oxirgi hisobda ular, ya'ni Mu'tazilalarning qopqoniga tushib, oyat hadislarni ta'vil qilishga boshladi. Bundaq oqibatdan Alloh subhanahu va taolo sig'inamiz. Sira A'lam Nubula 447-19. İmam Zahabi yana shunday degan: Salaf imomlarning nurg'ini bu xususda, ya'ni bid'atchilar bilan ham suhbat bo'lmaslik to'g'risida ogohlantirgan. Qalblar ojizdir. Shubhilar bo'lsa usta o'g'riga o'xshaydi. Ya'ni uning sizni qandoq boplaganligini bilolmayli qolasiz. Siratul A'lam Nubula 461-7. Ba'zilar bid'at ahlidan azar aylab
ulardan yiroq turish uchun qanday qilsak ularni toniya olamiz deb so'rashi mumkin. Demisimi bugungi kunda bid'atchilarning nurg'ini ahli sunnat va jamoa nomini suiiste'mol qilmoqda. Bu savolga bir qancha nuqtadan javob berish mumkin. Birinchi, bid'atchilarning olimlarning bayonlari, asarlari va ular bilan o'ltirib qopmaslik to'g'risidagi ogohlantirishlari orqali to'ng'ili bo'ladi. Allohga hamdlar bo'lsinki, har davrda bu vazifani ado qilgan olimlar bordir. Davrimizda bu xil olimlardan Şeyh Bin Baz, Şeyh Albani ve Şeyh İbn Utaymin'den ibaret 3 imamni misal keltirish mumkin. Siz şu olimlardan ayrılmanki oqibatingiz yaxshi bo'lg'ay. İkinci, insan qilmish atmishlar orqali tonildi. Şu sebepten bid'atchining ahvolimi bak uzun yoshirun qolmaydi. Onun ahvolini oshkorlaydigan bir ish cho'qim o'ttirg'i chiqmay qolmaydi. İmam Avzai rahimahulloh shunday degan: bid'atini bizdan yoshirg'ichi ulfitini bizdan yoshirolmaydi. Al-Ibana 420. Şerh usul itiqadi ahli sunna vel jamoa 257. Muaz ibn Muazmu shunday degan: inson o'z ko'z qarashini qancha yoshirishidan qat'iy nazar buni o'g'lidan, do'stidan va birodarlardan yoshirolmaydi. Al-Ibana 479. Elhamdülillah. Yuqorida Şeyh Salim al-Hilali Hafizahullah'ның bid'at ve onun ümmetki sağan ziyanları risalesinden bid'at ahlidan yiroq turish ve münasebetini üzüş temisini anladыңlar. Kiler qitimda bid'at ahli bilan munozirlashish temisini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Assalomu alaykum ve rahmetullohi ve berekatuhu.